Arzon chipta, qulay yo'l, to'g'ridan-to'g'ri Toshkent-Moskva, Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha. Sizlar bilan yana bir bor Abdurahmon Ahmedov do'stlar. Avvalambor assalomu alaykum. Kimda-kim sifatli reysiy avtobusda Toshkent shahri Abu Sahiy avtovokzalidan primoy reyslarda ketmoqchi bo'lsa do'stlar, 2025-yil iyul oyini rasplaniyasini aytib o'tamiz do'stlar. Haftada 4 marta reyslarimiz bo'lyapti. Dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlariga soat 16:00 dan 17:00 gacha kelib, Abu Sahiy avtovokzalidan o'zimizni 9-kassadan, Toshkent Rossiya kassamizdan biletlarni xarid qilib, bemalol kelib ketsanglar bo'ladi do'stlar. Tanlovda adashmasdan, har xil yolg'onlarga, allolarga ishonib qolmanglar. Hozirgi kunlarda har xil reklamalar chiqib qolgan, mashina deb chiqishadi, boshqa deb chiqishadi. O'zimizda mana primoy avtobus. Abu Sahiyga kelasizlar, Abu Sahiyda o'zidan o'tirib, primoy to Moskva metro Kotelniki, avtovokzal Kotelnikigacha to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz amalga oshadi do'stlar. Shunaqa xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsanglar do'stlar, batafsil ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsanglar, ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar. Albatta operatorlarimiz sizlarni qoniqtiradigan darajada javoblar, savolinglarga javob beriladi. Aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Sifatli reysiy avtobusimiz sizlarni xizmatinglarda. Toshkent Moskva, Toshkent Samara, Toshkent Penza, Toshkent Rezan, Toshkent Kazan, Toshkent Nabережный Челны, Toshkent Nijikamskiy, Toshkent Almetinskiy. То есть Abu Sahiy avtovokzalidan Toshkentdan primoy Rossiyaning barcha shaharlariga ketayotgan reysiy avtobuslar o'zimizda do'stlar. Bemalol telefon qilinglar. Batafsil ma'lumotlarni o'rganinglar.